Yo, вообще tushunmayapman. Ofisant deyman, boshimga chiqib aytgan narsang olib kelib berayotgan bo'lsam, jin turishini qara buni. Otang restoranimi bu? Ha, otasining restorani. Xo'jayinning o'g'li. Sani deb ishdan ham haydaldik. Endi ish topish kerak. Seni bilmadim-ku, men topib qo'yganman. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani qilaman. Zo'r bo'lyapti ekan. O, kreditga aralashma. O, kamida 4 million kredit to'laysan har oyiga. Mashina bo'lsa, o texnika buzilishi bor. Unga o'rtacha 1 millionga ketadi. Tasavvur qil. O'zing yeb icharing, kiyinaman desa, unga 3 millionga ketsa, 8 million. Bir oyda 8 million topa olasanmi? Nima ishdan haydab yubordi hozir? Yo, bitta brat keldi boya. Aka, onamga go'sht olib borishim kerak. Mol go'shti bering. Qo'y go'shtiga onam davleniyasi bor dedi. Ha, biz mol go'sht sotmaymiz-ku. Bilarkansan nima uchun haydalganingni? Sani deb men ham ishdan ketyapman. Hozir yana ish qidirish kerak. Seni bilmadim-ku, men surishtirdim. Mashina olsam har oy buzilmas ekan. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani uraman, bo'ldi, tamom. Otdi dumi, men senga aytdim o'tgan safar. Kreditga mashina olding deylik. Buzilmagani bilan har oy 4 million kredit to'laysan, tushunyapsanmi? Undan tashqari 3 milliondan o'zingning xarajatlaring bor. Uylanaman deyapsan. Qandaysiga to'laysan shuncha kreditni? Ha, bolalar, nima qildinglar? Shu aytganingizdek motorni klaplarni to'g'rilab cho'tka qilib qo'ydik. Men dvorniga almashtirish kerak degandim. Motor demadim-ku. Hey! Motorni men aytdim-ku, jinnimisizlar? O'xsharkansizlar, aka-uka emasmisizlar? Sal adashibsiz. Ikkoving ham ishdan haydaldi. Ha, nima? O'ylanma, jo'ra. Boshqa ish topamiz. Pashalar. Kreditga baribir mashina olsan-a? Ha, bo'pti, taksi qilishim kerak. Olaydimga to'g'ri aytgan ekan. Ketdim, qavarib ketdi. Soching sozimma tormidi, qomating qaytlamadi. Hammasi! Sizni borligingiz ota. Bitta ke. Dada, men mana sizni tabriklagan gulab keldim. Xotining olmagan gulni menga beryapsan. Sal farosating o'lik tug'ilgan erkak kishiga ham gul beraman. Lekin rahmat. Rahmat, bor o'rnida, rahmat. Tinchlikka bo'lsin-da. Xotin! Hammasi sizni borligingiz ota. Otajon, davlatim, mana bu iPhone sizga. Rahmat bolam, rahmat. Tinchlikmi, gullar, epxona beryapsan. Nimadir patasa ish boshlagansan sen, ko'nglim tegdi. Borimsiz-ku dada, hamma narsa siz uchun. Rahmat, faxrlanaman. Bo'ldi, borur. Qayerga? Tahoratni bizdan qaytadan olib kelay. Hammasi sizni borligingiz ota. Konsertlang tugadimi? Ha, dada, oching. Qanisizlar? Hammasi sizni Stop. Mashinani qayerdan olding deb so'ramoqchisiz-da? Yo. Sen boshqa qo'shiq aytishni bilmaysanmi? Tog'a haqida bilaman. Hammasi sizni borligingiz tog'a. Hammasi. Tushunarli. Sen bola meni asamni buzyapsan. Gul berding, telefon berding, o'zing minmagan mashinani beryapsan. Nimadir ayb ish qilgansan sen. Ko'nglim sezyapti. Nima ish qilding, ayt. Ha, yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Bu sizning xursandchiligingiz uchun hammasi. Sizni yaxshi ko'raman, davlatimsiz-ku. Chota netoda. Mana shu ko'rib turgan domingizdan 2 xonali uy sizga, dada. Stop, to'xta. Sen uy beryapsan, mashin berding, gul berding, telefon, nima patasa ish qilding? To'g'risini ayt. Davlatim. Davlatingga sen to'g'risini ayt deyapman. To'g'risini aytsam, sizdan so'roqsiz kredit olib qo'ydim. Kredit? Ha, uy berdi, mashin berdi, gul, telefon. Mayli, men uchun-ku, to'laymizda qancha kredit olding? Shu 5 milliard. 5 mi? Oğlum, men shu gitarani ish biltiraman. 500 ming. 5 milliard 500 ming. 500 ming nimaga? Yigit topdim. Nima shuncha rasot qildim senga? Mehr ber. Aka. Ha! Ne paytda keldim men? Yo'q. Nima demoqchi eding? Alo, mashina haydash o'rgating dema. O'rgataman. Shart emas. Yur. Yur. Deyman. Aka, haydagim kelmayapti-da. Hayda! Aka, umuman haydagim kelmayapti, haydamay qo'ya qolay. Yo'q, haydaysan. Ya bu.
aka moshina haydash sog'lig'imga juda ta'sir qilyapti. Haydamay qo'ya qolay. Haydaysan. O'rganasan. Hayda! O'ngga ol, o'ngga ol, o'ngga ol. Sal o'ngga ol. Olyapman-ku. To'xta. Endi pоворotchikni yoqib o'ngga buril. To'g'ri-chi? Qaydaydi aka? Bemor hamma gapinglarni eshitadi. Faqat urintirib qo'ymaydi. Bo'ldi. O'g'lim yaxshimisan? Uka tuzalib ketsang, mashina haydashni boshqatdan o'rgataman. Urintirib qo'ydimmi deymanda. Ты такой дерзкий, как Пуляревский. Да.